Assalomu alaykum, qadrli Dilmurod va uycha muxlislari. Bugungi manzil Farg'ona shahar MTS da bo'lyapti. 10 sotiklik joy topib qo'yganman sizlarga. Mana shu joy sotilyapti, akalar, tadbirkor akalar, quruvchi akalar. Olib turib, mana shu yerda choyxonami, baliqxonami, hovli uymi yoki dachami qilish imkoniyati bor. Fundament quyilgan. Xullas, anhor bor mana. O'zi mahikacha duol. Endi bag'ini sizdan boshqa kim qaraydi? Faqat o'sha oluvchi odam qaraydi bag'ini. Nocha o tog'dan kelib meniki deyalmaydi bu joyda. Bu mana shu oluvchiniki bo'ladi. Qarang, qo'shimcha joy anhor. Meniki tollarni ekib, teringlar ekib qilsangiz cho'tki joy bo'ladi. Meniki o'sha nima deydi? So'rlar qo'ysa, xudo xolasa cho'tki joymi? Qarang, anhorni ko'rdingiz-a? Birinchi anhor. Katta joy mana. 10 sotiklik joy. Endi bitta aytib o'taman. Dacha qilasiz, hurmatli birodarlar, akalar, ukalar, tadbirkorlar. Olinglar, mazza qilinglar. Biz sizlarga imkon qadar yoritib berishga harakat qilaman. Kelib savdolashib olish sizdan. Aka qarang, mana necha chuqurlik. Ha, mana. Darvozaxona 10 ni, qarang. Mana yana bitta anhor bor mana, qarang. Anhorni qarang. Mana. Bu ham doimiy oqadi. Aka so'rlar qo'ysa bo'ladi. Eng qizig'i, mana qarang. Mana soy. Mana soy. Bitta yerda oldida 3 ta soy o'tgan ariq. Soy, anhor, ariq. Sotilyapti akalar. Farg'ona shahar MTS da bo'lyapti. Soyni bo'yida 10 sotik joy sotilyapti. Aka turarmi, noturarmi? Turar, nomiga sira o'tadi. Aka nomiga sira o'tadi, turar joy. Aytib o'taman. Xohlang hovli uy qiling, xohlang dacha qiling, xohlang shoxona qiling. Narxini $60,000 deyapti. Kelishgan joyi bor. Bizni qo'llab-quvvatlagan bitta like sizdan xizmatini Abdushin hojamni uy ketyapman. Aka 35 mingga hovli uy o'yin ketyapti, bilib qo'ygan, video qo'ygan. Ko'rib, like bosib qo'ying. Eng zo'r bizda. Yoz keldi xulosa, hovlilarni bangilab chiqarib beraman. Siz qo'llab-quvvatlagan bitta like xizmat bandan Abdushin.